Ben tövendeki misalda şu xatninki yoki obyektlarninki yo'rish haqida bir tushundirish beray. Yangi betdan birini ochdim. Betninki kengligini 1920 qilib bekitdim. Tekizligini 1200 qilib bekitdim. Buni xohlagancha bekitsanglar bo'ldi. Inoqlik darajasi 72, rang shakli RGB rang shakli, oq ko'rinishi oq rang bo'ldi. Jazmlashtirgandan keyin bir bet ichildi. İçilgandan keyin men mush oq ko'rinishni keyin o'zgartirgan bo'lganligim uchun muvofiq rangga tengishib oladi. Buni xohlagancha tengsam bo'ladi albatta. D4 kan sal qiynaq ketdi. So'roqlayli E5, E7 olsun. Mush E7 olib tengshidim. Tengshab buni taqsidan olib delete bilan bu rangni to'kib oldim. Biroz da o'zgardi. Kul rang olib keldi. Buni keyin unum ishlaganda yaxshi chiqdi. Shuning uchun kul rang qilib qo'ydim. Ondan keyin men shakl, ya'ni yo'l qurolining ichidan shaklsiz ish qurolini tanlab, bu yerdan kirgizib qo'ygan xatlar bor, shuning ichidan birini tanlayman. Qaysini tanlasam bo'laverdi? Men sal tumroq xatdan birini tanlay. Sizlar men tanlaylar, Muhammadun Rasululloh deganni tanladim. Oldim. Xatni muvofiq holatda cho'ng kichikligini muvofiq qilib, razmirni muvofiq tangshab qilaman. Bekitgandan keyin xatning rangini bekitib beraman. Men xatning yo'rishini qora va oq rangdan foydalanib chiqarganligim uchun ham xat yo'rganda jazbador ko'rinsin uchun qizil rangni olib bekitdim. Qizil rangninki qiyinroq qora qizil rangni. Ondan keyin bu yerga bu xatni muvofiq o'ringa tangshayman. Tangshgandan keyin men endi mushu xatga bir yo'rish unum berishim kerak. Bunda bo'lgan ekan bir dona qavat qo'shdim, yangi qavatdan birini. Mushu xatning ustiga qo'shdim. Qo'shgandan keyin bu yerga mo'y qalamni ilib, mo'y qalamninki shaklini tanlayman. Bu shaklni muvofiq tanlashimiz kerak. Imkon bor, mushu markazdan tadrijiy suzilib mangan shaklni tanlaymiz. Buningki darajasi, gradusi yoki bo'lmasa cho'ng kichikligini o'zimiz muvofiq bekitsak bo'ladi. Mush shaklni tanladim. Tanlagandan keyin buning cho'ng kichikligini buni taqsit o'ng va so'l ikki cho'ng tirnoqni besish orqali buni cho'ng kichik qilib men mushu o'ringa oldi ko'rinishga qora rangni tanlab, mushu mo'y qalam orqali qora rang bilan bundoq sizib beraman. Qora rang bilan bir doirani bekitib etdim. Bu doirani o'zim xohlagancha bekitib oldim. Ondan keyin oq ko'rinish oqkan, oq ko'rinishni oldi ko'rinishga o'zgartirib, yonimush qalam bilan mushu qora rangninki doirasini qanday qilaman? Biroz suslashtirib o'taman. Yani oq rangda ustini bo'yib o'taman, oq rangda. Bo'yib o'tgandan keyin bir qavat shakllandi hozir. Masalan, mana shu qavatni elib etsam, mushundaq bir qavat. Usti biroz qora, osti oq bo'lgan mushundaq bir qavat shakllandi. Buni xohlagancha bekitib olsak bo'ldi. Ya'ni tadrijiy rang o'zgartirish qurollar orqali qilsak bo'ladi. Ish qilib, mushkil shakl keltirsanglar bo'ladi. Ondan keyin bu ostidagi ikki qavatni yechib etdim. Ondan mushu qavatni ostidagi qavatga maska qilib beraman. Endi bu yerda mousening o'ng knopkasini chekman. Mousening o'ng knopkasini chekishdan burun diqqat qiladigan bir narsa bor. Mousening o'ng knopkasini mau xat bar ayonga cheksak bir ayrim tizimlik, mau rasmning ustiga cheksak ayrim bir tizimlik chiqadi. Bu ikki tizimlikniki o'xshamagan ikki xil iqtidor bor. Mana biz baxsan o'xshamagan holatda chiqadi. Chiqqandan keyin biz mushnodan maska altini, ya'ni navbatdagi qavatni maska altiga kirishganini bassak, bu xil shaklga o'zgardi. O'zgargandan keyin qarasam bir yerlari oq, bir yerlari qora. Men mushu qavatni, mushu maska bo'lgan qavatning ostidagi qavat bilan moslashishchanligini bekitib beraman. Ostidagi qavat bilan bo'lgan moslashishchanligini bu xil shaklda bekitdim. Bekitgandan yoqi xatning osti bir xil qizil yorqin, uning usti ozroq qora kulanga, ondan keyin tadrijiy yo'rgandek bir xil unum hosil bo'ldi. Albatta bu xil yo'rishni mushu maska qavatni xohlagancha tangshash orqali bir taraf qilsak bo'ldi. Agar ma'u ko'nglimizga yoqmay qolgan bo'lsa, oq rangni tanlab turib, muvofiq holatda yo'rtilgan yerlarimizni yo'rtib tangshib olsak bo'lardi. Yo'q bo'ldi, mushu mening tangshim o'lchamlik bo'lganti desak, o'lchamlik qo'ysak bo'lardi. Mushkil shakl oltida tanlaymiz xatni. Hamda ustidagilarni biroz holatda texnik qora qilib etmoqchi bo'lsak, qora rang bersak bo'ladi. Mushkil shakldagi yo'rgan unumni yoki jismninki ma'lum bir o'ringa nurning kuchli tushgan holatni mushkil maska unum bilan bir taraf qilsak, biroz qulaylik bo'ladi. Bu UI loyihasi bo'lsin yoki boshqa tipli loyihalar bo'lsin, nihoyat ko'p ishlatildi. Men burun bir qancha misolda buni tafsiliy tushuntirgan. Hem tushunmagan yer bo'lsa, so'rasam bo'ladi.